Biz bilgan falgani aslida nima uchun kerakligini odamlar 50 yoshlarida ham bilishmaydi. Falga haqida siz bilmagan xususiyatini hozir sizga aytib beramiz. Falganing ikki tarafi bor. Bir tarafi yaltiroq, ikkinchisi esa xiraroq, matviy. Ko'pchilik bu ikki tarafning farqini umuman tushunishmaydi. Goho bir tomonini, goho ikkinchisini ishlatib yurishadi. Baribir-ku farqi yo'q deb o'ylashadi. Lekin endi bilib olishingiz kerakki, bu tomonlarning har birini o'z vazifasi bor. O'ylaymizki, siz bu haqida bilmagan yagona odam emassiz. Izohlarda yozingchi, kim yana falgani qanday ishlatishni farqi yo'q deb o'ylagan. Endi buni sizga tushuntiramiz. Falgani yaltiramaydigan xira tarafi, agar biz nimanidir yaltiramaydigan tomonini tashqariga qilib o'rasak, demak falga sovuqlikni saqlaydi. Agar yaltiroq tomoni tashqarida bo'ladigan bo'lsa, u issiqlikni saqlaydi. Va bu haqiqatda shunday ishlaydi. Shuning uchun ham falga bir tomoni sovuqni, bir tomoni esa issiqlikni ushlaydi. Ikki tomonli material hisoblanadi. Agar bu haqida avval bilmagan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Endi esa falgadan to'g'ri foydalanasiz. Ilgari esa ko'pchilik xato qilgan. Videoni yaqinlarga jo'natib qo'ying va shu kabi eng foydali va kerakli ma'lumotlarga har